Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar, qarindoshlar, ata-onalar, biz ilgirki ikki qitimliq darsimizda yangi o'qish boshlanish oldida ata-onalarga, valilarga qilinadigan ba'zi nasihatlarni huzuringizga taqdim qildik. Bugungi darsimizda o'qish boshlanishidan burun o'quvchilarga qilinadigan ba'zi nasihatlarni taqdim qilmoqchi. O'quvchilarga sizning utuq qozonishingiz va yuqori natijaga erishishingiz millatning hammasining nijotligidir. Islom ummatining o'rnidan turishi, izzat, shon-sharaf pallasiga o'rilishi faqat Allohga tayinish, undan keyin o'zining tirishchan yoshlarga tayinish bilan bo'ladi. Bak tirishchanlik qilishingiz kerak. Yaxshi niyat maqsad ishlaringizga barakat beradi. Har vaqt niyatingizni yanglab turing. Xizmatingiz bilan musulmonlarga manfaat yetkazishga erishman bo'ling. Islom ummatining doktorga, injenerga, o'qituvchiga, qozi, sotchiga va yog'ochchi to'mirchi qatorliq har soha kishilarga ehtiyoji bor. Dars boshlangan tunji kundan boshlab tirishchanlik qiling. Bugunning ishini atiga qo'ymang. Ulug'var, yuqori himmatli bo'ling. Vaqtni zoya qilib o'tadigan bekorchilardan vaqtingizni muhofazat qiling. Vaqt qilichga o'xshash bo'lib, siz kesmasangiz u siznikisidir. Maktabdan yoki fakultetdan g'oyib bo'lmang. Bu ishda o'zingiz bilan keskin bo'ling. O'qituvchidan olgan ma'lumotingizdan zehningizda boshqa ma'lumotlardan bakrak o'rinlashsin. Rabbingiz bilan bo'lgan aloqangizni kuchaytiring. Kuningizni bomdod namozi bilan boshlang. Attiganlik, kechlik, uyqudan burun o'qiladigan va kundalik o'qiladigan zikrlarni to'liq ado qilishga tirishing. Qur'oni Karimdan ma'lum miqdorda o'qishni odat qiling. Alloh taoladan yordam so'rab, izingizni davom qiling. Istig'forni ko'paytiring. Bu ishlarning oson bo'lishi, rizq eshiklarining ochilishi va banda uchun mag'firat, yaxshilik eshiklarining ochilishiga sabab bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Ayetning qisqacha tarjimasi: ularga aytdim, Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar. U haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. U sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib beradi. Sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytirib beradi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qiladi. Nuh surasi 10-oyatdan 13-oyatgacha. Sizga dars muzokara qilish, yod qilish yoki darsni tushunish qatorliq ishlar qiyin bo'lsa, mundaq desangiz bo'ladi: Ey Alloh, sizlar oson qilgandan boshqa oson ish yo'q. Sizlar xohlasizlar qiyinchilikni oson qilib berlar. Payg'ambar alayhisalom o'qigan bu duoni ko'p o'qing. Ey Alloh, men sizlarga sig'inib, g'am qayg'udan, o'rinliq ojizlikdan panoh tilayman. O'zingizni muzokaraga tayyor qiling. Munosib o'rin va vaqt tanlang. Bak charchab ketganda, ichingiz siqilganda, qayg'urganda dars muzokara qilmang. Bak yo'riqdan yiroq bo'lib, munosib yo'riqlikda muzokara qiling. Darslik kitobingizni ehtirom qiling. U sizga dunyo oxiratda manfaat beradigan foydali ilmlarni o'z ichiga oladi. Ba'zi kishilarga o'xshash kitobning ustiga sat so'zlarni, er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, e'tiborsiz kishilarning ismini va e'tiborsiz so'zlarni yozmang. O'qituvchingizni ehtirom qiling, hurmat qiling. Bu ilmni hurmat qilganlik. O'qituvchingiz sizga yo'lni yo'ritib berdi. U yo'l sizni jaholatning qorong'uligidan chiqaradi. Siz so'z, harakat, kiyim-kechak, mingish turishda faqat yaxshi, solih kishilarga o'xshash bo'ling. Kafir fasiqlarga o'xshab qilishdan hazar qiling. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: kimki yot bir qavmga o'xshab olsa, u kishi shulardan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: bizdan boshqalarga o'xshab olgan kishi bizdan emas. Dars boshlanish bilan solih, yaxshi do'st tanlashga tirishing. Nachar do'stlardan hazar qiling. Do'st degan do'stning unvonidir. Masallarda aytilgandek, "Menga do'sting kim?" deb so'rasang, "Sana sen kim?" deyman. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: yaxshi hamro bilan nachar hamroning misoli par ko'tirguchi bilan ko'rak bosqichiga o'xshaydi. Par ko'tirguchi yoki sizga ipar hadiya qiladi, yoki siz uningdan setib olasiz, yoki uningdan xushpuroqlarni topsiz. Ko'rak bosqichi yoki kiyimingizni ko'ydirib o'tadi, yoki uningdan siz puroq topsiz. Buxoriy va Muslim rivoyati. Allah subhanahu wa ta'ala her birimizni bizga taat ibadatda, ilim ma'rifatda, yaxshilikda yordam qiladigan, bizni amal ibodatdan sutlashib qalsaq, Allohga qilishadigan ishlarga rag'batlantiradigan, yaramliq, solih, yaxshi do'stlardan ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.